Mehrdaryo ustozlar, qadrli insonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun Arnasoy tumani 4-sonli maktabda bu o'quv yilida 2024-2025 o'quv yilida ilk bor maktabga qadam qo'yib, birinchi sinf alifbe savodxonlik bayramini nishonlamoqda. Avvalambor bayramlarimizning sababdorlarini, ya'ni Arnasoy tumani 4-sonli maktabning birinchi B sinf o'quvchilarini davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Bugun sizlar uchun eng quvonchli kun. Chunki siz kitobingiz to'ng'ichi alifbeni tugatib, savodxonlik bayramini nishonlash uchun yig'ilib turibsiz. Bolajonlar, bugun siz ilk davondan oshasiz. Barchangiz tirishqoqsiz, bilim uchun shoshasiz. Men sizga ushbu kunda baxt va omad tilayman. Kamolingiz ko'rishlikni yaratgandan tilayman. Barchangizga ta'lim berdim, oq-qorani o'rgatdim. O'qish, yozish, sanashni-yu nuqta virgul so'roqni. Mana bugun savodxonsiz, hech narsaning yo'q kami. Qutlug' bo'lsin ushbu ayyom savodxonlik bayrami. Qani bolajonlar, ana endi kelgan mehmonlar bilan salomlashamiz. Yoshlik shu'la sochgan, bilimga keng yo'l ochgan, bizni erkalab quchgan, sizgadir ushbu kalom. Mikrofon. Uzun tunlar allalab, oq yumbu oq taraf, o'stirdingiz erkalab, sizgadir ushbu kalom. Onajonlar assalom, onajonlar assalom. Kunday yorug' darsxona, biz farzandlarmisiz ona, bo'lib bizga parvona, dilda adoqli kalom. Onajonlar assalom.
G'amtaratib jahonga, erk berdik har insonga, qaytdik dinu iymonga, dilda ardoqli kalom. Barakalla bolajonlar, mana mehmonlar bilan ham salomlashib oldik. Endi davraga men mana shu davramizni olib borish uchun eng a'lochi o'quvchilarimizdan Muxlisaxonni davraga taklif qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Bolalar, maktabga ilk bor qadam qo'yganingizda o'qishni, yozishni bilmas edingiz. Alifboni o'qib savodingiz chiqdi. Bugun siz sevimli kitobingiz alifbe bilan xayrlashasiz. Aziz ota-onalar, shirin shakar bolalar, bugun bayram tantana ham katta shodiyona. Savodxonlik muborak, sizgadir ezgu tilak. Bu rahmat sizga muallim, berdingiz bizga ta'lim. Rahmat, bu bayram sababkori, bilimlar poydevori, ma'noli shirin so'zi, qani alifbe o'zi. Alifbeni chaqirsak, o'qishlab qarsak chalsak. Ota-onalar hamda qadrdon bolalar, savodxonlik muborak, bayram shodlik muborak. Men intog'ich kitobman, alifbeman, oftobman. Savod chiqardingiz mendan, so'rayin endi sizdan, alifbodan nechta harf? Jaji bolajonlar, barakalla bolajonlar. Savodingiz chiqib juda ko'p. Narsalarni bilib olibsiz. Uni o'sgan joyingiz qayer, qani aytingiz? O'zbekiston atalmish, u yurtlar go'zal yurt. Endi navbatni sabaqlar jarayonida o'rgangan she'r, qo'shiq hamda raqslarga bersak. Vatan bizning ko'chamiz, soylardagi suvimiz, mazza qilib ichamiz. Vatan bizning tog'imiz, olma anor bog'imiz, bug'doy arpa dalamiz, o'ynab mazza qilamiz. Oltin to'la konimiz, tandir to'la nonimiz, vatan maktab onamiz, o'qishda o'rganamiz. Ulug' ilm, ildiz izlar mujassam, turli xil chog'larda berasiz ta'lim. Uni tinglaganda kichik uchisan, yetigizlar kabi o'stirma alim. Qalbingizdan doim Endi navbatni ustozlar raqsiga beramiz. Ijrosi o'g'il bolalar.
Qanotlarim yig'ib olgan tepalakni yuzaman. Yelkanlardan, kemalardan, shamollardan azaman. Ikki so'zlarga yotaman, davlat o'ziga yotaman. Tingmashini so'z bo'ling, doim aql do'st bo'ling. Elakda-yu ertakda, echkida-yu eshakda, echki marda etikda, eng birinchi turaman, epchil esli bo'laman. Egri o'roq filmni topkachlikka tagin deb yopishdi. Ikkalasi filmni ko'rib minamiz deb chopishdi. Videoga qaramang. Go'zal so'zlar boshlayman, gavhar qo'yib yashnayman. Gul-gul, yakki gilam, gulzor chiroyli bilan. Hilol hajja hamdalak, hunar bola harinchak, o'rman yuzda o'qishida, hatto humo o'qishida. Simyog'och va terakka o'xshab boyim uzunroq, gullar kabi ingichka, ikki afzal cho'ziqroq. Bolaning bandasiga sirpas sirlab qol, jihatga o'xshagan deb jasur xiyol. Chopganda bittaman, kiyik so'zda ikkitaman, kaklikka kuyda uchtaman, topinchi men o'zi kimman? Oltin to'la konim. Yolchida mendan yolg'iz laylakdan ikkitam topdim bir so'z lolalar, nechtali bor bolalar. Menga qarang, qattiq aytding. Kitob keldik biz, qo'lni qo'lga berdik biz, qilmasdan kuchimizdan yozildan degan harf. Senga saboq oson, diqqat bilan qaragan, ikki ustun oralab, qiya ustun tiragan. Yer shari mana chiroy shaklimga baq, olma olcha oxiri, g'ildirakdek dumaloq. Dikkatga borga, kigi bo'lib bergan, batang bola olganda paxta puladigan. Oga, o'sha samda alif boda o'nnimba. Qarang, xuddi xiyonchadek mening ham o'zdim bor. Rotar to'g'ri, uni qanday yozaman? Bir qo'lda belga qo'yib, bir oyoqni tiragan. Rega o'xshab bo'lsa, sen bor oynaga qarang. Shana 8 dema, meni ilon bola olaman. Sotma chiziq 4 kun qani 8 bo'lib qolaman. Ikki chiziq, ikki harf, ko'p qilmaysan, tushamsan. To'qmoq tarix tundaman, tarix tavoq tuzdaman. Tunda uchna, qulub tasavvurda, uzun, usiz bo'lmasin butun. Videoga qarab aytinglar. Men boyman, Milqonda ham, Vafo va G'uchtonda ham, Volida va Baxt. Bu so'zlardan boshlash baxt. Bu so'zlarni boshlash baxt. Xilqil so'zlar yasayman, xalq so'zini boshlayman. Xazina xabarda ham, xabar xatlarda ham, borma xayol xatoda, xayol xatoda. Aslida ko'plar daraxtlarning ye harfi, qanchadan eslatar ayrishoq shoxlar ayri. Sizlardan turgan o'rtoq senga boshliq bir siroq, neni qanday ushlasang bizga o'xshaydi ozroq. Menga qarasangiz, belgim oyga o'xshaydi. Otga belgim qo'ysangiz, ot emas, o't bo'ladi. Men yudishim bor, roz e'tibor bering. Harfning qo'shiga bergaksini qo'ying. Alif boja bilan senga atab qo'shiq tayyorlaganman.
Vatansiz qadağımız, muqaddas ruhumuz, yoyucu günahımız, tinch bo'lsin ahvolimiz. Yil bayrami ham yaqinlashib qoldi. Sizlarni ushbu kun bilan tabriklab qizlar she'r yod olishga. Marhamat. Mikrofonni olinglar, qizlarim. Bunisini ham oling. Yangi orzu, yangi shon tilaklari bir jahon dunyo bo'lsin deb omon kulib kelgan yangi yil deb to'lda bir olam. Salom senga, assalom. Davra to'la quvvat va mangu tushi qilib yigitlarda g'ayrasham to'lib ketgan yangi yil qarib to'lda bir olam. Salom senga, assalom. Bo'ladi, shu. O'g'il bolalar ijrosida zamonaviy raqs. Ana bu qolarkan.
tinglamoq kelak yaxshi. Notalar bor dori mi fa qarang qanday jarangli chalsak ruh doira. Notalar ular shoira. Bolajonlarimiz alifbe kitobidan hamshirlar yod olishga marhamat qilib tinglasak. O'quvchilardan ovoz menga desam ustoz rosa kuchim qilib sas o'rgatsam yozishga harflar menga yozsa xat deyishsa ustoz rahmat keyin qo'shiq kuylasak turli o'yin o'ynasak o'qisak turli kitob savolga topgin javob. Yo bo'lsammi uchuvchi, samolarni quchuvchi, samolyotlar Eltuan, sen tomon uchgu vatan, Marokash Anqaradan, Peterburg Samaradan, samolyotim mustahkam, yo'lovchilar xotirjam, bulutlardan o'tamiz va manzilga yetamiz. Alif qo'davorda necha xayr o'yna qilib sar go'yo ko'zi burni bor har bir harfning o'rnida har bir harf buyuk erun har biri juda zarur adashtirmagin bosh savod senga bo'lsinlar. Qanday yaxshi qanday so'z o'qishni bilsang o'zing yordam kutib qo'yingdan jardirab turmas ko'zing yoki opa joningga yor olib turmay yoki joningga yanilib yurmay kutib joni o'tirmasdan shart o'qiysan tutilmas. Endi navbatni alifbega bersak alifbening so'zlari bor ekan. Xayr deyman baxt va shodlik hamda tilab saodat ulg'ayinglar olim bo'lib sizga yor bo'lsin omad. Bilimlaring sirli xazinasini ochinglar. Yomonlikdan yiroq bo'ling, yomonlikdan qochinglar. Endi men ketib davraga o'qish kitobini taklif qilaman. Bilimdor bolajonlar, sizga dildan assalom. Ilm olib charchamang, ilmlar yorug' olam. Hayotimiz oynasi, bilimlarning onasi, buyuklar durdonasi menga o'rgatgan odob, bu kitobdir bu kitob. Qo'llari bilmagin, otangga qo'shgan aql, do'stingni juda ahil. Tong yo'lidan yur toshgan oftob, bu kitobdir bu kitob. Eski navbatda ba'zi ijrochilar desak, o'g'il bola va qizlar o'yinda. Someone
aziz ota-onalar, barchangizni xushaloq bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Yangi yil sizga baxt, omad olib kelsin. Hurmatli bolajonlar, aziz ota-onalar, sizlarga bitta biz maktabga qo'ng'iroq bo'lib iltimos qilishdi ota-onalar nomidan. Bizni birinchi sinfimizda Akbarova Anora degan qizchamiz bor ekan. Qanday yonimga kelsin, Akbarova Anorani ota-onasi musofirlikda shu farzandlarining kamoli uchun xizmat qilib yuribdi. Shu qatori barcha bolajonlar o'zimiz hammamiz ota-onamizni yaxshi ko'ramiz. Shu Akbar va Sarinozni onasini iltimosi bilan u kishi o'zini sovg'asi bor ekan qiziga hamda bitta qo'shiq tashlab bergan. Shuni taqdim etsak, shuni eshitsak va shu onajonini nomidan jo'natilgan sovg'ani aziz farzandlarimizni qarsoqlari bilan nima qilamiz? Anoraga topshiramiz. Bir gün chol qayta etsa, oldidan yugurib kelayotgan bo'ri chiqib qoldi. Meni qutqaring, orqamdan ovchilar quvlab kelyapti. Sen agar mana bu qopimga kirib shunday qilib chol bo'rini qopiga solibdi. Bu chol
boshida qani ketdi. Bo'ri va chaqal ovchilar ketdi. Shunday qilib ovchilar qir tomonga ketishdi. Ovchilardan qutulib qoldim. Endi men seni yeyman. Senga yaxshilik qilsam bo'lsa meni yemoqchimisan? Yaxshilikmi, yomonlikmi? Kel buni jonivorlardan so'raymiz. Ular o'rmon oralab quyonchalarning oldiga kelib qolibdi. Do'mboqlar, quyonchalar, qani savolimga javob beringlar chiqani. Qanaqa savol? Yaxshilikka Yaxshilik qaytadimi? Yaxshilikka yomonlik qaytadimi? Biz bilmaymiz. Yaxshilikka yomonlik qaytsa kerak. Boshqacha gapirganlaringda yeb qo'yardim. Hop! Buni tulkidan so'rash kerak. Tulki biladi. Tulkivoy, yaxshimisan? Ha? Bizga yordaming kerak. Qanday? Men bo'riga yaxshilik qilsam, bo'ri esa meni yemoqchi. Qanday qilib yaxshilik qildingiz? Men bu bo'rini ovchilardan qutqarib qoldim. Mana shu katta bir kichik. Qanday yaxshilik qildingiz? Yashirdingiz. Mana shu qopimga soldim. Mana shu katta bir kichkina qopga sig'dimi? Ha, sig'dim. Ha. Qornlarim og'rib ketdi. Ishonmayman. Bobojon, qopni oching. Bobojon, qopni og'zini mahkam bog'lang. Tulkivoy, senga rahmat. Yaxshilikni bilmaydigan bo'rini daryoga tashlaymiz. Qani ketdik. Mana aziz bolajonlar, yaxshilikni bilmagan bo'rini ahvoliga tushib qolmanglar. Har doim yaxshilikka yaxshilik qaytaringlar. Как Федерико Феллини, дайте острые богини, словно куклы.
hamda kelajak avlodda yetakchi bolalari. Sizlarga kelayotgan mana shu 2025-yil bayrami bilan, yangi yil bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Kelayotgan yangi yilimiz hammaga baxt, omad keltirsin. Sog'lik, salomatlik keltirsin. Hammani topgani yaxshi kunlarga buyursin. Shu munosabat bilan men mana shu 1-sinflarda sinf rahbari bo'lmuş Zuhrani tabriklayman. Qilayotgan mehnatlaringizni rohatini ko'ring. Bolalarimizni mana shunchalik tarbiyalab, tartibga keltiribsiz. Qo'shganingiz bilan qo'sha qarib bolalaringizni huzurini ko'ring. Mana shu bolalar sog' salomat o'ynab kulib yursin, xatarlaridan kam bo'lmasin, ota-onalarini topganlari to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Shularning qatorida meni ham musofir yurtda yurgan bolalarim, qizlarim, kuyovlarim, o'g'llarim, nevaralarim hammasi musofir yurtda. Shularni ham topganiga Allohim barakasini bersin, uylar olsin, to'ylar qilsin, topganlari yaxshi kunlarga buyursin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Shu bo'lib o'tgan fikrlarga qo'shilaman. Ilohim hammamizni xonadonimizda hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu 1-B sinf ota-onalari nomidan mana shu shunchalik mehnatlaringizni arzimas sovg'amiz bor edi. Qabul qila olasiz. Sizga katta rahmat. Mehnatlaringizni ayamaganingiz uchun baxtingizga sog' bo'ling.
Меня зовут Бекзат, все зовут меня. I'm the Beckham, but everybody calls me. Hurmatli onajonlar, mana shuning bilan bayram tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ozmi, ko'pmi qo'limizdan kelgancha onajonlarim bilan birgalikda harakat qilib, mana shu tadbirni tayyorladik. Qanchalik sizni ko'nglingizga kirib bora oldik, u endi o'zi sizni beradigan bahoyingizga bog'liq. Birinchi sinflar bilan ishlash qiyin, judayam. Ba'zida bitta bolaga charchab ketamiz. 45 minut davomida qo'limda 26 o'quvchi bor. Xudoga shukr. Hammasini xat savodi chiqdi, hammasi qo'shish, ayrishni o'rgandik. Men bundan juda ham xursandman. Qolaversa, sizlardan ham minnatdorman. Chunki men bir o'zim bu narsani qilishim muhim. Sababi siz uni uyda tarbiyalab, men bergan topshiriqlarni bajarib, yordam bergansiz. Qachonki ikki taraflama bo'lsa, bolada o'zgarish bo'ladi. Hech qachon bitta qo'ldan qarsak chiqmaydi. Ikkalamiz birlashsak, bolangiz o't bo'lib chiqadi. Ota-onajonlar. Shunday qilib, bugungi savodxonlik bayramimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu nihoyasida men barcha o'quvchilarimni o'z nomimdan hamda maktabimiz ma'muriyati direktorimiz nomidan savodxonlik guvohnomasini topshirsam. Shunga qo'shib, aziz onajonlarimiz ham sovg'alar olib kelishgan. Bu sovg'a albatta bu kitob. Mana shu kitobni o'quvchilar uchun oldim. Bu kitob uyingizga borgandan keyin bir burchakka o'tib ketmasin.
Yo, shifalin tepasiga chiqib, chang bosib ketmasin. Qanchalik kitobimiz kir bo'lsa, semirar ekan. Qadimda bir donishmand bo'lgan ekan. Shunday ketdida bir shogirdiga kitobida javonda turgan kitoblarni ko'rib, bir kelganda xafa bo'lib ketibdi. Men sendan xafa bo'ldim debdi. Nega ustoz debdi. Kitoblaring qanday bo'lsa shundayligicha turibdi debdi. Ha, nima qilishim kerak ekan uni debdi. Varaqlab ko'rishim kerakdir, ichida bilim bormi debdi. Shunday qilib ustoz ketgandan so'ng shogird meni ustoz aytdi. Qani bir varaqlab ko'raychi deb varaqlabdi. Varaqlab ko'ribdi. Ko'rganda, bu nima ekan debdi-da, uni ichidagi so'zlarni o'qibdi. Ertaklarni o'qibdi, rivoyatlarni o'qibdi. Natijada uni ichidagi sirli olamga kirib bordi. Kirib borsa, ko'p narsani o'rganayotganini o'zi ham his qilibdi. Bu kitoblarni o'qish kerak ekan deb hammasini o'qibdi. O'qibdi. Oradan yana bir qancha vaqt o'tib, shogirdning uyiga ustoz yana yo'qlab ketdi. Qarab, kitoblarini ko'ribdi. Kitoblaring buncha semirib ketdi debdi. Shogird hayron qoldi. Ustoz, kitob ham semiradi. Albatta, kitoblaring juda semiribdi. Men sendan xursand bo'ldim debdi. Shogird kitobga qarasa, kitob kir bo'lgan, varaqlari qoraygan, bir xil yozuvlari chatishgan. Ustoz o'tgan safar kelganda kitobim yangi edi, xafa bo'lib ketuvdi. Bu safar kelganda yangi eskirgan kitoblarni ko'rib, nega xursand bo'ldi debdi. Sababini so'radi. Shunda ustoz aytibdi. Kitob qachon semiradi bilasanmi debdi. Kitob uni varaqlasang, uning varaqlari kir bo'ladi. Natijada u semiradi debdi. Sen uni varaqlaganda shundaygina varaqlamaysan, uni har bir harflariga ko'z yugurtirasan, ichidagi ertaklarni, rivoyatlarni, she'rlarni o'qiysan. Xullas, xotima qilib aytadigan bo'lsak, albatta bu kitobni semirsin. Men birinchi sinfning oxirida sizdan mana shu kitobning kimniki qancha semirganini bilishim kerak. Yana semirsin deb varaqlayvermang. Ichidagini o'qing, o'zingizdan kitobingizga qo'shilib semiring. Semirish bu siz mana shuni ichidagi she'rlarni yodlashingiz, rivoyat va ertaklarni o'qishingiz bo'ladi. Tushunarli bolajonlarim? Mana shu kitobim oftobim hammangizning qo'lingizga onajonlarimiz tomonidan bittadan olingan. Mana shu mehnatni qadrlab, ular uchun ta'zim qilib kitoblarni o'qiymiz. O'qiymizmi? Barakalloh. Men oldimga endigi safarga nima qilib yaptirib Aziz o'quvchim Abdurrahmon va Marjona, siz eng birinchi kitob alifbeni o'qib, tugatib, hamma harflarni o'rganib oldingiz. Endi siz vatan, ona kabi ulug' so'zlarni o'qiy olasiz, yoza olasiz, yodingizda tuting. Ushbu tavakkallik guvohnomasi sohibi doim a'lo o'qishi, namunali xulq egasi bo'lishi lozim. 4-sonli umumta'lim maktabi direktori Ibragimov hamda sinf rahbari Zuhrat Rizokova. Mana shu guvohnomalarni sizlarning olqishlaringiz ostida topshiraman. Marhamat.